Bu kelinlarni yana qancha ushlab o'tirmoqchisiz? Akam charchamadimi? Men 2 yildan keyin uylandim akamdan keyin. Hozir 3 ta bolam bor. Ko'rib turibsiz. Bu 10 yil bo'ldi. Hali ham tug'mayapti keliningni. Nima qilasiz buni bunaqa ushlab o'tirib? Ketqizib yuboring bo'ldi. Nima xotin yo'qmi boshqa? Uylantirib qo'yamiz. O'zimizga qo'yib olamiz. Chiqib turing, gaplashaman onam bilan. Voy bolam unaqa qimaga. O'ziga ular siqilib yurishibdi. Bolam nima qilasan ularga aralashaverib hayotiga? Qachongacha bunaqa yashaydi? Siz tushunmayapsiz. To'g'ri, tug'maydi bu kelin. Sen ham tushunmayapsan. Onasi, bu yerdan biling, men seni chaqiryapman. Mana ko'ring. Hamma aytman ekan. Aytdim sizga. Javobimni bering mana. Doktorlaring gapiraveradi. Keyin shu qog'ozlarsiz yashaylik, doktorlarga bormasa, xudomida ular ishlasa bilmaydi. Ishla qog'ozingni ol. O'rtoq bilasan, 10 yildan beri farzandli bo'la olmayapman. Deddimda ishlaysan. Iloji bormi bitta farzand boqib olishni? Yaxshi o'ylabsan. Savob ham bo'ladi. Oilangizni bilaman-ku. Ichkariga kiraylik, gaplashamiz. O'rtoq, shu qiz ko'nglimga yoqdi. Shu qizni qiz qilsam-chi? Ota-onasi o'tib ketgan. Boshini silasang savobga qoladi. Yur gaplashaylik unda. Ketdik, kir. Voy bolam qaqa ketyapsiz jonim bolam. Shuncha sabr qiling, sabrli bo'ling jonim bolam. Eringiz biladimi ketishingizni? Men sizni nima qilaman keyin jonim bolam, shuni yaxshi ko'raman sizni. Voy jonim bolam. Qizim, seni yenguying bilan, oying bilan tanishtiraman, xo'pmi? Voy adasi, kimni qizi? Bu shirin qiz. Senga qiz bo'laman deb men bilan ergashib oldi. Voy mana asal qizim. Qizim, chochini qanaqa qilib qo'ying? O'ristaka. Suyas. Qani cho'chi? Onasi ko'rdingmi? Sevgan inson har doim imkonini topadi. O'rtoqlar, sizlar nima qilgan bo'lar dedi.